yo'l turamiz, xudo xolasa avtobusimiz keladi, inshaalloh shu bilan Naka tomonga qarab yo'l olamiz. Men savolim bor, endi men ayollar bir-biriga qarab sekinroq kelishi mumkin. Biz endi yo'q, men gapimni eshitib oling oxirigacha. Biz hozir namozga borganda, juma namoziga. Mana nimadan o'tgandan keyin territoriya bo'lyapti, gilamlar solingan. Ashunga bu mehmonxonaga yaqinroq yerda, tashqarida o'qisak ham bo'laveradi. Albatta. Kirish kerakmi? Yo'q, chunki sizlar ashbachi hududidasizlar. Oxirga bormanglar. Chunki borib qiynalib odam ko'p kelishga qiynalib qoladi. Shu Masjid Nabaviyning hududi, shu hamma joy masjid territoriyada, Masjid Nabaviy shu masjidning hududi hisoblanadi. Imkon qadar yosh katta odamlar shu yerda yaqinroq joyda ibodat qilavergan. Qaysilarga yaqinroq bo'ladi. Ha, imkon qadar biz ham shu yaqinroq joyda o'qib olaveramiz. Shu hozirgi safarlashni ikkitasi ichkariga qo'yib qo'yganimizda, shuning uchun ayollar yaqinroqda o'qibsin demoqchiman. Endi yana endi o'zingizlarda kuchinglar qaraysizlar. Xotirlar o'zingizlarda bir imkoniyatlarga qaraysizlar. Chunki ba'zi odam men ichkariroqqa borolmadimmi degan savol berishi mumkin. Ichkariroqda o'qiydiganlar bo'lsa, yoshlar ichkariroqqa borib o'qib kelaveradi. Lekin savob inshaalloh bitta masjidda Xudo xolasa qalbingizga qarab savobini olaverasizlar. Ammo Allohdan qattiq so'ranglar. Qaytganda mana shu yerga kelishni ahd qilinglar. Chunki ahd qildim, Alloh meni yetkazishi kerak. Shuning uchun qattiq harakat qilinglar. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Sizga onangiz sog' bo'lsin. Duo qiling. Amin. Onangiz 7 marta so'rayapti. Onangiz rosa havas qildi. Biz ham onangizga o'xshab 7 marta keldik. Bu endi ikkinchisi, onangiz sog' bo'lsin baxtingizga. Bizga onangiz rahmat qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonlarni Alloh bu go'daylarni qolgan zamonimiz tinch bo'lsin. Safardagi bolalarni safarlariga haqqi Amin. 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 Allohu akbar. Lekin